Bu do'konida $100 ga nimalarni xarid qilsangiz bo'ladi. Biz sizga hozir buni bitta-bitta ko'rsatib beramiz. Bitta dona tuya ko'rpamiz, bitta dona shuba ko'rpamiz, ikkita 2 kishilik par ko'rpamiz, bitta 1 kishilik par ko'rpamiz, 2 dona xilet ko'rpamiz, yozgi xilet ko'rpamiz, bitta 2 kishilik xilet ko'rpamiz, ikkita mana chiroyli bo'lgan joy namozimizdan beramiz, ikkita 2 kishilik pastelimiz, 2 dona 1 kishilik pastelimiz, hamda oila uchun zarur bo'ladigan bir pachka salfetkamiz, 3 ta dona bandiz sochig'imiz, 3 ta dona yuz sochig'imiz va 2 ta para yostiqlarimiz. Atiga hammasi $100. Забила на стресс, я делаю лям. Ты пишешь мне хейт, я делаю два. Шоу-бизнес мой.